qanday hollarda bino va inshootning tashqi ko'rinishini kelishish talab etiladi? Agar bino inshoot magistral yo'llar, davlat ahamiyatidagi yo'llar bo'ylab joylashgan bo'lsa yoki bino tuman markazlarida, shahar markazlarida joylashgan bo'lsa yoki binoning old va yon tashqi ko'rinishlari, ya'ni fasadlari 25% dan ortiq qismi o'zgartirish talab etilayotgan bo'lsa, bunda binoning tashqi ko'rinishiga kelish uchun vakolatli organ bilan kelishish talab etiladi. Bunda vakolatli organ tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limlari hisoblanadi. Binoning tashqi ko'rinishiga kelish uchun dastlab yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni mygov.uz portali orqali so'rovnoma yuborish talab etiladi. Bunda so'rovnomaga binoning eskiz loyihasini ilova qilish zarur bo'ladi. Ariza dastlab kadastr palatasining tuman filialiga kelib tushadi. Tuman filiali mutaxassislari ushbu obyektning kadastr hujjatlarini tizimga yuklagandan so'ng ariza, ya'ni so'rovnoma tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik bo'limiga kelib tushadi. Vakolatli organ ariza kelib tushgandan so'ng 5 ish kuni mobaynida ushbu arizaga xulosa beradi. Bunda agar rad xulosa beradigan bo'lsa, normativ huquqiy hujjatlarning yoki shaharsozlik norma qoidalarining aniq bandini ko'rsatgan holda rad beradi. Yana shuni ta'kidlab o'tish joizki, ushbu xizmatdan foydalanish uchun fuqarolar bazaviy hisoblash miqdorining yarim barobar miqdorda to'lovni amalga oshirishlari lozim bo'ladi. Kadastr palatasining mutaxassislari ushbu obyekt bo'yicha kadastr hujjatlarini tizimga yuklagandan so'ng so'rovnoma tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi, ya'ni vakolatli organga kelib tushadi. Vakolatli organ shaffof qurilish milliy axborot tizimi orqali ushbu arizani ko'rib chiqib, yakuniy xulosani taqdim etadi. Agar ushbu xulosaga rad javobini beradigan bo'lsa, normativ huquqiy hujjatlarning yoki shaharsozlik norma qoidalarining aniq bandini ko'rsatgan holda rad berishi mumkin. Ushbu davlat xizmatining raqamlashtirishi natijasida fuqarolarimizga uydan chiqmagan holda ariza yuborish va bu arizaning natijasi bo'yicha xulosani olish imkoniyati yaratilgan.